Yosh kelinchak vafot etdi. Sababi nimada? Videoni oxirigacha eshiting, xulosa qilib oling. Assalomu alaykum. Kecha kunduz bo'lgan voqea, bir yosh kelinchak vafot etdi. Sabab qaynona, berahim qaynona, beshafqat, beinsof qaynona. Ba'zi bir qaynonalar bor, shu darajada beinsofki, shu darajada beimonki, imonini sotib olgan qaynonalar, shu darajada toshbag'ir, ularni qizi bo'lmasligi mumkin. Lekin nabirasi tug'iladi-ku. Qandaydir qiz nabira ko'rishi mumkin. Birovni qiziga jabr qilish shu darajada oson bo'lib qoldiki, tobutini, murdasini ko'rib turib ham jabr ilinchida. Sizda birovni qizi sizni uyingizga ajralaman, jabr ko'raman, shu darajada qiynalaman deb sizni uyingizga kelin bo'lib kelmaydi. Ozgina insof qilinglar, ozgina iymon keltiringlar o'zlaringga. Bu darajada beinsof bo'lish, bu darajada betofuq bo'lish ba'zi bir qaynonalarga yarashmaydi. Hamma qaynona emas. Joyi keladi, qizingiz qilmaydigan xizmatni shu keliningizdan ko'rasiz. Tan oling. Nima sabab buncha jabr qilasiz? Nima sabab? Kelin aytsaki, mazam yo'q. Ozgina mazam qochdi, mazam yo'q. 5 oylik kelinchak, mazam yo'q desa, oddiy dorilarni qizingiz emasda, to'g'rimi? Qizingizcha kuyinmaysiz. Birovni qizi, u birovni omonati. Ota-ona uchun farzand yo'qotish qay darajada qiyin bilmaysiz. Videoni tarqatib yuboringizlar. Sog' bo'ling.